Assalomu alaykum. Efirda bugun O'zbekistonda dasturi, studiyada Ma'murjon Nafasov. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev bugun Turkman xalqining milliy yetakchisi, Turkmaniston Xalq maslahati raisi Gurbanguli Berdimuhamedov bilan telefon orqali muloqot qildi. Suhbat avvalida davlatimiz rahbari Gurbanguli Berdimuhamedovni tavallud kuni bilan samimiy qutlab, mustahkam sog'liq, oilaviy baxt-saodat, qardosh Turkmaniston xalqiga esa tinchlik, osoyishtalik va ravnaq tiladi. O'z navbatida Xalq maslahati raisi O'zbekiston yetakchisiga Turkmaniston prezidenti Serdar Berdimuhamedovning salomini yetkazdi. Tomonlar strategik sheriklikning bugungi holatini yuksak baholadilar. Barcha darajalarda yaqin va samarali aloqalar davom ettirilmoqda. Tovar ayirboshlash hajmi barqaror suratda o'smoqda. Sanoat, energetika, transport va boshqa ustuvor tarmoqlarda kooperatsiya loyihalari amalga oshirilmoqda. Shovot-toshovuz savdo zonasi unumli faoliyat yuritmoqda. Hududlararo ishbilarmonlik va madaniy-gumanitar almashinuvlar kengaymoqda. Yaqinda Ashxobod shahrida bo'lib o'tgan hukumatlararo komissiya va ishbilarmonlar kengashi yig'ilishlarining yakunlari yuksak baholandi. Joriy yil oktyabr oyida Turkmanistonda bo'lib o'tadigan Markaziy Osiyo va Ozarbayjon davlat rahbarlarining 8-maslahat uchrashuviga tayyorgarlik ko'rish doirasida mintaqaviy kun tartibini muvofiqlashtirish va ilgari surishga alohida e'tibor qaratildi. Bugun Indoneziya Respublikasi Xalq maslahati kengashi raisi Ahmad Muzani boshchiligidagi parlament delegatsiyasi rasmiy tashrif bilan O'zbekistonga keldi. Tashrif doirasida Oliy Majlis Senati raisi Tanzila Norboyeva, Oliy Majlis Qonunchilik palatasi spikeri Nuriddin Ismoilovning delegatsiya a'zolari bilan uchrashuvlari rejalashtirilgan. Shuningdek, Indoneziya parlamenti a'zolari O'zbekiston musulmonlar idorasi, din ishlari bo'yicha qo'mita, Islom sivilizatsiyasi markazi, O'zbekiston Xalqaro islomshunoslik akademiyasi faoliyati bilan tanishadi hamda savdo-iqtisodiy hamkorlikka doir tadbirlarda ishtirok etadi. Delegatsiya a'zolari Buxoro va Samarqand viloyatlarining tarixiy madaniy merosi, ziyoratgohlari hamda sanoat va turizm salohiyati bilan tanishishi ham nazarda tutilgan. 2026-yil 1-dekabrga qadar respublikada sotilayotgan neft va gaz mahsulotlarini onlayn nazorat qilish tizimi joriy etiladi. 2026-yil 1-avgustga qadar respublikada faoliyat yuritayotgan avtomobillarga gaz to'ldirish shoxobchalari va avtomobillarga yoqilg'i quyish shoxobchalarida avtobenzin mahsuloti va suyultirilgan gaz hisobi bo'yicha bevosita tarqatish ustunlaridagi ma'lumotlarni real vaqt rejimida to'plash va yuritish imkonini beruvchi axborot tizimi ishlab chiqiladi. 2026-yil 1-dekabrga qadar xorijiy tajriba asosida yangi qurilayotgan yoki qayta rekonstruksiya qilinayotgan xavfli ishlab chiqarish obyektlarida mavjud yer ustida suyultirilgan uglevodorod gazini saqlovchi ortiqcha bosim ostida ishlaydigan sig'imlar ikki devorli sig'imlarga almashtiriladi. Shuningdek, yer ustiga o'rnatilgan sig'imlarni bosqichma-bosqich yer ostiga o'rnatish tartibini belgilovchi shaharsozlik normalari va qoidalariga zarur o'zgartirish va qo'shimchalar kiritilib, amaliyotga joriy etiladi. Yoqilg'i quyish shoxobchalar va gaz to'ldirish inshootlari joylashgan hududlarning himoya maydonlari atrofida qonunchilik hujjatlari, shaharsozlik normalari va qoidalarida belgilangan talablarga muvofiq bo'lmagan obyektlar qurilishi uchun yer uchastkalari ajratilmaydi. 2026-yil 1-sentyabrga qadar insonlar hayoti va sog'lig'iga xavf tug'diradigan jamoat xavfsizligi va atrof muhitni muhofaza qilish, sanoat va yong'in xavfsizligi hamda shaharsozlik normalari va qoidalariga, shu jumladan belgilangan muhofaza zonalari talablariga javob bermaydigan yoqilg'i quyish shoxobchalari va gaz to'ldirish inshootlari reyestri shakllantiriladi hamda ularni bosqichma-bosqich xavfsiz hududlarga ko'chirish yuzasidan chora-tadbirlar ishlab chiqiladi. 2026-yil 1-avgustga qadar birja savdolarining elektron tizimini litsenziya axborot tizimlari majmuasi bilan integratsiya qilish orqali alohida birja savdo seksiyalarida suyultirilgan gazni xarid qilish uchun faqatgina suyultirilgan gazni sotishga tegishli litsenziyasi mavjud bo'lgan xo'jalik yurituvchi subyektlar ishtirok etish tizimi joriy etiladi. Bunda alohida birja savdo seksiyalarida
suyultirilgan gazni xarid qilish uchun litsenziyalanadigan faoliyat turi bilan shug'ullanmaydigan, texnologik ishlab chiqarish va o'z ehtiyojlari uchun suyultirilgan gazdan foydalanuvchi, suyultirilgan gazni qabul qilish, saqlash va tarqatish uchun moddiy texnik bazaga ega bo'lgan tegishli xo'jalik yurituvchi subyektlar tomonidan alohida birja savdo seksiyalarida suyultirilgan gazni xarid qilinishi, elektr energiyasi, neft mahsulotlari va gazdan foydalanishni nazorat qilish inspeksiyasi tomonidan taqdim etiladigan ro'yxatga muvofiq amalga oshiriladi. Elektr ta'minoti tizimida noqonuniy holatlar aniqlandi. Hududiy elektr tarmoqlari aksiyadorlik jamiyati Energiya savdo filiali Sho'rchi tumani bo'limi muhandisi xizmat mavqeini suiiste'mol qilib, fuqaroga tegishli savdo do'konida elektr energiyasidan foydalanish bo'yicha aniqlangan qoidabuzarlik holati yuzasidan tuzilgan dalolatnomani qonuniy tartibda ko'rib chiqmaslik, ishni sudga yubormaslik hamda yangi elektr hisoblagich o'rnatib, ro'yxatdan o'tkazib berish evaziga 1000 AQSh dollari talab qilib, dastlab 200 AQSh dollari va 1,50 million so'm olgan. Davlat xavfsizlik xizmatining Surxondaryo viloyati bo'yicha boshqarmasi xodimlari tomonidan Ichki ishlar organlari va iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti bilan hamkorlikda o'tkazilgan tezkor tadbirda u qolgan 500 AQSh dollari va 2,4 million so'mni olgan vaqtida ushlandi. Andijon viloyatida kuzatilgan holatda esa Baliqchi tuman elektr ta'minoti korxonasi boshlig'i o'rinbosari o'z xizmat mavqeyidan foydalanib, tuman elektr ta'minoti korxonasi xodimlarining faoliyat ko'rsatkichlarini baholaydigan oylik hisobotlarni hududiy elektr tarmoqlari aksiyadorlik jamiyati Andijon hududiy filialidagi tanishlari orqali ijobiy hal etib berish evaziga pul talab qilgan. Davlat xavfsizlik xizmati va Bosh prokuratura huzuridagi departament hamkorligida o'tkazilgan tezkor tadbirda mansabdor shaxs elektr ta'minoti korxonasi xodimlari tomonidan yig'ib berilgan 300 AQSh dollarini olgan vaqtida ashyoviy dalillar bilan ushlandi. Hozirda qonun buzarlarga nisbatan jinoyat ishlari qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda. Hurmatli fuqarolar, kundalik hayotda shu kabi qonun buzilishi holatlariga duch kelsangiz, Davlat xavfsizlik xizmatining 1520 qisqa raqamiga qo'ng'iroq qilib xabar bering. Shaxsingizning sir saqlanishi kafolatlanadi. Siz bugun O'zbekistonda dasturi bilan tanishdingiz. O'zbekiston 24 radiosining ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarini kuzatib boring. E'tiboringiz uchun tashakkur. Salomat bo'ling.